Sotuvchi tomonidan menga yuborilgan elektron hisobvaraq faktura qizil bo'lsa, nima qilishim kerak? Misol uchun, sizga yuborilgan tovar yoki xizmat qiymati 100 million so'm bo'lsa, qo'shilgan qiymat soliq summasi 12 million, jami 112 million so'mlik elektron hisobvaraq fakturaning xavfi yuqori, ya'ni qizil bo'lsa, ushbu faktura bo'yicha 12 million so'm qo'shilgan qiymat soliq summasi byudjetga to'langandan so'ng zachotga olishingiz mumkin bo'ladi. Elektron hisobvaraq faktura qizil bo'lsa, 12 million qo'shilgan qiymat solig'ini byudjetga kim to'lashi kerak? Ushbu qo'shilgan qiymat solig'i summasini kontragentingiz byudjetga to'lasa, to'langan kunning o'zida elektron hisobvaraq faktura yashilga aylanadi. Yoki sizning korxonangiz elektron hisobvaraq faktura bo'yicha 100 million so'mni kontragentingizga qolgan 12 million so'mni byudjetga to'lasa ham elektron hisobvaraq faktura yashilga aylanadi. Agar menga qizil elektron hisobvaraq faktura kelguncha men 112 million so'mni kontragentimga to'lab bergan bo'lsam, nima bo'ladi? Ushbu holatda qizil elektron hisobvaraq faktura bo'yicha 12 million so'm miqdorida qo'shilgan qiymat solig'i kontragentingiz tomonidan byudjetga to'langandan keyin to'langan sanada zachotga olinadi.